Demek dostlar, bugün 27 dekabr 2025 yıl Şənbə günü. Mənim 15-ci günüm. Oyunu toxtatqanıma oyundan çıxış mümkün, oyunu toxtatış mümkün. Fakat bunun üstünde özümüz qattiq işləşimiz gerek. Və avvalambor bizəni oyuna yenə cəlb etuvchi narsa bu bizəni illüziyalarımız, ya'ni ong ostimizdagi fikrlarimiz. Qachonlardaki biza kattaroq summa pul yutgan bo'lishimiz mumkin. Shu pulni yana takrorlab yutamizda fikr, o'y-xayollarimiz, illüziyalarimiz shu bizani boshimizda aylanib yotaveradi. Pul tushganda shu o'ynashga harakat etamiz. Buni faqat tushunib yetishimiz kerak. Shu o'y-xayollarimizni, xotirjamligimizni oshirib, fikrni bir jamlab, qaror qabul qilish kerak. Bo'ldi, men o'ynamayman, to'xtatdim va bununla to'g'ri qaror qabul qilib, harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Xudo xolasa, inshaalloh hamma o'yindan chiqib biladi deb o'ylayman. Buning uchun o'zingizga ishonch, iroda kerak bo'ladi. Hammaga omad, vaqtida to'xtating, xulosa chiqaring. Har qancha o'zingga urinma, sen o'ynayapsanmi, yutqizishing aniq. To'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida to'xtating.